Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videoda Google Drive'da qanday qilib fayllarni oson yuklab olishni sizlarga ko'rsatib beraman. Men o'zim Google Drive bilan ko'p ishlayman, chunki o'sha onlayn ishlagan paytim menga mijozlarim o'sha Google Drive orqali fayllarni yuboradi va bu fayllarda razmeri, umuman soni juda ham ko'p bo'ladi va ularni bitta yuklab olish anchagina qiyin hisoblanadi. Men sizlarga hozir o'shani oson yo'lini ko'rsataman. Misol uchun, deylik, mana shu bitta mijozim menga mana Google Drive'dan silkasini tashlab bergan. O'sha to'y marosimi, o'sha to'y marosimini o'zini Google Drive'iga yuklab, menga silkasini bergan. O'sha silkani hozir ochamiz. Mana silkaga bitta bosamiz. Mana shuni Google Drive ochiladi brauzerda. Hozir brauzer orqali ochilyapti. Va bu yerda mana bu to'y marosimini fayllarida 5 ta papka. Bu papkalarni men avval qanday yuklab olardim? Masalan uchun mana shu har bir papkaga bitta kirib, mana klip degan papkaning ichida bo'ladi, mana fayllar. Mana shu to'y marosimi fayllarida bu yerda mana bu XML fayllar bilan 400 dan ziyod fayl bor bitta papkaning o'zida. Men avval bularni qanday skachat qilardim? Mana shunday bitta fayl tanlardim. Где-то misol uchun 30 ta, 40 ta qilib mana shuni tanlab olaman deganim. Keyin mana bu yerga mana skachat degan knopkaga bosaman. Mana bu yerda подготовка скачивания ketadi deganim. Bu arxiv ko'rinishida chiqadi. Siz keyin o'shani bitta yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga tayyorlanyapti hozir. Keyin mana shu mana bu yerda 43 ta obyekt deyapti. Keyin bu fayl yuklab bo'lingandan keyin keyingisini mana keyingi faylni yana tanlayman. Где-то bir o'sha 30-40 tasini tanlayman deganim. Yana o'sha skachatga bosib xullas shunday qilib bitta yuklab olardim-da. Sababi ularni hammasini agar birdaniga загрузка qilaman desangiz, отменить скачивание qilaylik. Misol uchun siz aytishingiz mumkin-da, nimaga misol uchun papkani hammasini tanlab birdaniga masalan mana bunga bossangiz bo'ladi-ku, skachatga bossangiz bo'ladi-ku, hammasi yuklanadi-ku deb o'ylashingiz mumkin, lekin unday emas. Agar mana shunday qilib olsangiz bo'ladi, to'g'ri, hammasini tanlaysiz fayllarni. Keyin mana bu skachatga bossangiz, bu yerda fayllarni umumiy razmeri juda ham katta. Bu yerda taxminan kamida 300-350 gigabaytlik ma'lumot bor. Endi bu 350 gigabayt ma'lumotni bu yerdan skachat qilish uchun bu bilasizmi, nechta arxiv qiladi. Hozir men hammasini skachatga bossam, bu Google Drive hammasini 2 gigabaytdami arxivga bo'lib chiqadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 350 gigabaytlik narsani 2 gigabaytdan bo'lib chiqsa, birinchidan unga vaqt ketadi, keyin uni skachat qilishingizga vaqt ketadi. Yana o'sha skachat qilish jarayonida, yuklab olish jarayonida birorta faylingizga zarar yetsa, shuncha qolgan yuklab olgan fayllaringiz bir teng bo'ladi. Shuning uchun bu juda ham qiyin jarayon hisoblanadi. Men esa hozir sizlarga buni oson yo'lini ko'rsataman. Xo'sh, buning uchun bizlarga Google Drive'da kompyuter versiyasi kerak, PK varianti, ya'ni. Buning uchun mana shu poiskovikka, o'sha Google gami farqi yo'q, Yandex gami mana bu yerga Google Drive for Desktop deb yozasiz, skachat yoki download deb yozasiz, deganim, найти qilasiz. Mana shu birinchi chiqqan natijaga mana skachavание Google Disk deyapti. Mana shunga bitta bosamiz. Bizga mana shu Google Diskda mana skachat disk для kompyutera degan varianti chiqadi. Bizlarga mana shu kompyuter uchun Google Disk kerak. Mana shuni ustiga bosamiz. Mana yuklash qiladi. Xullas bu загрузкаga yuklaymiz. Save qilamiz. Mana Google Drive yuklandi. Hozir показать в папке qilib buni o'rnatamiz. Mana shu Google Drive hozir ochaman. Bu o'sha Google Drive'da kompyuter uchun variantida, shuni bizlar установка qilishimiz kerak. Install Google Drive deyapti. Рабочий stolga yarlik qo'yaymi deyapti. Xohlasangiz qo'ying, xohlamasangiz qo'ymang. Add desktop shortcut to Google. Bu narsa ham kerak emas, bu ikkalasi ham kerak emas. Install qilamiz. Installing, ya'ni o'rnatish jarayoni ketadi. Google Drive successfully installed, ya'ni o'rnatildi deyapti. Endi launch ga bosamiz. Xullas, mana
Google Drive o'rnatildi. Kompyuter varianti get started qilamiz. Bu yerga bizlar o'zimizni profilimizga kirishimiz kerak. Sign in qilamiz. Men o'zimda profilim tanlayman, o'sha Gmail profilda. Endi hammada bo'lsa kerak Gmail profil. Akkauntda xullas akkauntimizga kirishimiz kerak. Mana sign in qilamiz. Mana sakkiz deyapti, ya'ni kirdi. O'zimizning akkauntimizga kirdi. Mana Google Drive ochildi. Xo'sh, bu yerda sinxronizatsiya so'rayapti. Bizlarga bu sinxronizatsiya hozir kerak emas. Mana bu skip degan joy bor, o'tkazib yuborish. O'tkazib yuborishga bosamiz. Bu yerda ham next ga bosamiz. Va bo'ldi. Shu bilan open drive qilamiz. Bo'ldi. Xullas mana Google Drive ustanovka bo'ldi. Endi biz kompyuterda ochgan paytimiz, masalan, mo'y kompyuterda ochgan paytimiz sizda mana Google Drive degan alohida bitta vint ochiladi. Vint ko'rinadi va unga harf berilgan, mana G harfi berilgan. Endi hamda har xil bo'ladi. Endi buni sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu aslida virtual vint hisoblanadi, virtual. Mana buni ichiga kirsak, ichida mana My Drive degan narsa chiqadi. Mana My Drive. Mana shu My Drive ga kirsak, mana ichida mana bunaqangi o'sha fayllar bor. Bu fayllar aslida kompyuterda emas. Bu narsa virtualniy, ya'ni bu narsa onlayn desak bo'ladi. Oblakada, ya'ni Google Drive'da ichida turgan narsalarda hozirga tushuntirib beraman. Mana bu meni o'zimda Google Drive'imda o'sha web versiyasi. Mana men Google Diskda turibman, o'sha Google Drive'da. Buni brauzer orqali ochyapman. Meni Google Drive'imda 200 gigabayt ma'lum 200 gigabaytlik joyi bor. Undan 144 gigabayti band turibdi. Va mana shu fayllar bular hammasi mana shu 200 gigabaytlik oblakada, ya'ni bulutli xizmat deylik, o'sha Drive'da ichida turibdi. Xullas, mana shu kompyuterda, mana mo'y kompyuter ichidan Google Drive, My Drive'da ko'rinayotgan fayllar, mana shu ko'rinayotgan fayllar aslida bu kompyuterda turgan narsa emas, bular o'sha oblakada, ya'ni Google Drive'da turgan narsa hisoblanadi. Endi haligi mijozimiz bizga yuborgan fayllarga qaytamiz. Buning uchun keling mana shu silkani yana qaytadan ochaylik, o'sha mijoz yuborgan silkani. Endi qarang, bizga mana dostupnoye мне degan, ya'ni biz uchun dostуп ochib bergan mana shu papkaga biz bu narsani skachat qilishimiz kerak. Buning uchun mana shu yerda mana bu papkaga bosamiz. Mana shu papkaga bosamizdaginim yoki mana bu dostупnoye мне degan joydan kirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu sizga dostуп berilgan fayllarda hozir menga mana shu mijoz yuborgan fayl mana shu papka hisoblanadi 053026. Men mana shu papkaga mana bu yerga bitta bosaman. Mana bu yerda sistematizировать degan joyi bor. Mana shuni mana bu yerda добавить ярлык degan joyi bor. Mana shu добавить ярлыкка bosamiz. Va bu qayerga yaрлык qo'yish kerakligini so'rayapti. Biz bu yerda mana bu все местоположение deymizdaginim mana mo'y disk bor. Mana shu mo'y diskni tanlab добавить qilamiz. Bo'ldi. Endi e'tibor qiling. Biz My Drive ga kiramiz. Mana o'sha mo'y kompyuter orqali mana Google Drive ga kiramiz, yana My Drive ga kiramiz va mana shu yerda bizga mana bu papka paydo bo'ladi. Men boya добавить ярлык qildim-ku. Mana shu yerdan добавить ярлык qilganim meni Drive'imga, mana shu My Drive ga yaрлык bu paydo bo'ldi mana. 053026 papkasi. Endi mana shu papkaning ichiga kirsak, mana bu yerda ham xuddi o'sha 123 Photos Voice degan papkalar ko'rinadi. Mana bu yerda ham o'sha 123 Photo Voice degan papkalar. Bu yerda ham o'sha papkalar. Endi tushungan bo'lsangiz, men mana shu mijozda menga dostуп bergan fayllarni o'zimda Drive'imga yaрлык qilib oldim. Yaрлык qilib yaratdim. Endi qarang, e'tibor qiling, yana bitta muhim narsa. Mana shu papkani ustiga o'ng knopkani bosamizdaginim. Mana bu yerga Show More Options qilamiz. Va mana bu yerda Drive'da funksiyalari chiqadi. Mana shu yerda offline access bor, offline dostуп. Mana shuni
available offline qilamiz. O'zi onlaynda turadi, lekin biz available offline'ga bosamiz. E'tibor bering, mana bu yerda hozir yarlik o'zgardi. Sal bunday qilaylik. Tak, mana bu papka edi. Endi mana buni available offline qildik. Endi Google Drive ga o'tsak, mana men o'sha Google Drive'da kompyuter versiyasini ochdim va bu yerda ko'ryapsiz, syncing ketyapti, ya'ni sinxronizatsiya ketyapti. Fayllar mana 1551 ta fayl deyapti va ketma-ket mana MVI 1450 mana shu fayllarni ketma-ket zagruzka qilishni boshlayapti. Bu narsa o'zi sizni kompyuteringizga hozir zagruzka bo'lyapti bu fayllar. Mana agar view al qilsangiz, mana ko'ryapsizmi? Mana fayllarni ketma-ket mana bu yerdan o'zi skachat qilishni boshlayapti. Xullas, mana shunday qilib, endi kutasiz bu fayllar oxirigacha zagruzka bo'lish uchun internet tezligingizga bog'liq. Xullas, jarayon mana shunaqa ketadi. Kompyuterda shunday qoldirasiz, hech narsaga teginmaysiz, o'zi zagruzka qilib oladi. Xo'sh, o'rtoqlar, mana fayllarimiz zagruzkasi tugadi. Mana shuni ko'rishingiz mumkin. Mana status degan joyda mana shu fayllarga mana bunday ptichka qo'yilgan. Mana shunday ptichka ko'rinib turibdi. Bu degani fayllar o'sha hammasi yuklanib bo'ldi, zagruzka bo'ldi deganini anglatadi. Endi o'sha Drive'dagi, ya'ni o'sha Google Drive'dagi papkamizga kiramiz. Mana shu papka, bu papkada ham ko'rishingiz mumkin. Mana bunday ptichkacha turibdi, yashil. Bu degani ichidagi hamma fayllar zagruzka bo'lganini anglatadi. Ichiga kirsak, mana bu yerda ham mana hamma fayllarda ptichkacha turibdi. Mana shunday qilib mana hamma fayllarimiz mana shunaqa ptichkacha bo'lyapti. Bu fayllar hammasi yuklanganligini anglatadi. Shunday qilib siz mana shu usuldan foydalanib, mana shu Google Drive'da mana shu kompyuter variantidan foydalanib fayllarni tez va oson yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, yana bitta narsaga e'tibor qarating. Endi bu fayllardan foydalanish uchun bularni boshqa papkaga kopiya qilish kerak. Ya'ni siz mana shu joydan turib, mana shu Google Drive ga kirib, mana shu papkaning ichiga kirib, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri mana shu fayllardan siz foydalana olmaysiz. Foydalanishingiz mumkin, faqat ko'rishingiz mumkin-da, lekin montaj qilmoqchi bo'lsangiz, montaj jarayonida bu fayllardan foydalana olmaysiz. Shuning uchun bularni kopiya qilish kerak. Mana shu fayllarni olib boshqa vintga kopiya qilib olish kerak. Men hozir mana boshqa SD diskimda mana bu yerga kopiya qilganman. Kopiya qilib olganman. Keyin o'sha boshqa vintga kopiya qilib olib, keyin undan foydalanishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri mana bu Google Drive ichida mana bu yerdan turib, undan foydalanish, montaj qilish mumkin emas. Bitta shunaqa minus tarafi bor. Endi keyin birdan cacheni tozalashni ham sizga ko'rsataman. Hozir men bu fayllarni kopiya qilib oldim-ku. Bu hozir mana bu fayllar Google Drive'da turibdi. Mana bu fayllar esa men boshqa joyga kopiya qilganman. Ya'ni o'sha Google Drive ichidan boshqa vintga olganman. Endi bo'ldi. Masalan, Google Drive ichida bu narsa bizga kerak emas. Chunki buni bu yerga zagruzka qilganingizda bu vintda qo'shimcha joy egallab turadi. Shuning uchun buni hozir o'chirib tashlaymiz. O'chirib tashlash qanday bo'ladi, hozir ko'rsataman. Mana bu Google Drive'dan mana bu yerga kiramiz. Mana bu yerda offline files degan joy bor. Mana shu offline filesga kirib, mana bu yerdan mana ko'rishingiz mumkin, offline files 230 GB joy olyapti. Mana shuni clear offline files qilamiz. Mana tozalandi. Cache fayllar ham tozalandi. Shu bilan done qilamiz. Tamom. Shunday qilib siz haliga yuklab bo'lgan fayllaringizni cachedan, ya'ni vintdan o'chirasiz. Mana sizga hozir kirib ko'rsataman. Mana qaytadan Google Drive ga kiraman, My Drive. Mana endi ko'rgan bo'lsangiz, mana 5:30 da mana oblakani bulut rasmi topdi. Bu degani bu vintda turganligini anglatadi. Kompyuterda emas. Mana ichiga kirsak,
fayllar hammasi bulutcha turibdi. Boya птичкача turuvdi, endi esa bulutcha turibdi. Bular o'sha bulutda turganligini anglatadi. Xolos shunday qilib, buni cache-ini tozalaysizda. Do'stlar, e'tibor uchun rahmat. Shu yerda videoga yakunlaymiz. Video yoqqansa like bosish, kommentariy qoldirish hamda obuna bo'lish esdan chiqmasin.